Salomatsizlar. Insulin qanday gormon? Insulin qonda qand miqdorini pasaytirishi haqida eshitganmiz. Ammo bu qanday bo'ladi? Insulin ta'sirida qondagi glyukoza to'qimalarga kiradi. Ya'ni sodda qilib aytganda biz insulin tufayli qondagi glyukozani energiya sifatida ishlata olamiz. Insulin ortiqcha glyukozani jigar va mushak to'qimalarida glikogen sifatida zaxiralaydi. Insulin uglevod almashinuvida ishtirok etish bilan birgalikda oqsil va yog' almashinuvida ham ishtirok etadi. Yog' to'qimalarida yog' sintezini kuchaytirib, ularning parchalanishini bloklaydi. Ya'ni sodda qilib aytganda biz iste'mol qilgan ortiqcha kaloriyalar yog' sifatida zaxiralanishiga yordam beradi. Insulin oqsil sintezini kuchaytirib, ularning parchalanishini susaytiradi. Insulin o'sish omillari bilan birgalikda hujayralarning bo'linib ko'payishini rag'batlantiradi.